albatta har birimiz uchun kerak bo'ladigan eng ulug' narsalardan bittasi birinchi navbatda azizlar niyatni to'g'rilash kerak. Safardan oldin niyatni yaxshilash kerak. Chunki innamal amal binniyat dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Hamma amallar niyatga qarab bo'ladi. Sizni safardan ko'zlagan niyatingiz to'g'ri bo'lsin, xolis bo'lsin. Keling mana shu safarlardan eng birinchisi bugun zaruri azizlar ibodat safari haqidan boshlasak. Ibodat safari bu qanday safar? Ibodat safari azizlar bu haj va umraga qilinajak safarlar. Bu ibodat safari sayohat emas azizlar. Bu faqatgina ibodat uchun niyat qilib chiqariladi. Allohning roziligi uchun chiqariladigan safar ham moliy ibodat, ham jismoniy ibodat, ham ma'naviy ibodat, mana shu haj va umra ibodat. Ana o'shuning uchun bu narsaga tayyorgarlik ko'rib juda ham e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Bu haj umra safarlari azizlar riyo yoki o'ziga bir maqom oladigan safar emas. Bu haqiqiy Alloh uchun qilinadi. Alloh Qur'onda aytadiki, "Sa'izu billah va idin fil nasi bil hajji yatuka rijalan va ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amiq" dedi Alloh taolo. Ya'ni insonlarni hajga chaqirishlik to'g'risida aytib, insonlar orasidan hajni e'lon qil. Ular seni oldinga piyoda va har xil yengil og'ir ulovlarda keladi. Ular uzoq yo'llardan keladi deb Alloh aytibdi. Ya'ni hajga chaqirishni buyurgan birinchi bo'lib bilasizlar. O'sha hajga chaqirganda hamma o'sha chaqiriqqa javob bergan taqdirida borlarki, Allohning baytiga labbaykani aytib boradi. Va buning uchun ham niyatni yaxshi qilsa, albatta Alloh unga savoblar beradi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna" dedilar. Umra bilan umrani orasi qilingan gunohlarga kafforat bo'ladi. Hajji mabrurga jannatdan boshqa mukofot yo'q dedilar. Agar hajji mabrur bo'lsa, jannatdan boshqa mukofot yo'q. Umra esa bu umra bilan bu umrani orasidagi gunohlarga kafforat bo'ladi dedi. Bu bilib bilmasdan qilinib qo'yadigan gunohlar. Ataylatdan qilib borib aytaylik bir ibodatni qilib kelib yana bitta gunohni qilamanda yana borib kelsam yana yuvilaveradi degan tasavvur qilishlik bu Allohning dinini, shariatni masxara qilishlik. Bordimi, Allohga tavba qildimi, Allohga va'da qildimi, Ka'bani oldida turib, kelgandan keyin shu va'dasida turish kerak azizlar. Uni atrofida suratga tushishlik uchun, o'zini o'zi videoga olib chiqarishlik uchun boradigan joy emas. Qilayotgan ishini butun dunyoga ko'rsatadigan narsa ham emas. Bu haj ibodati o'zi qodir bo'lganda, Alloh qodir qilsa boradigan bu farz ibodat.